desa semental past ekan, sort past ekan, biz Montbéliard ham zo'r. Avstriyasi ko'prog'i sementaldi. Faqat u sutga sal ixtisoslashgan varianti. Mana shu tarafini e'tiborga olib qo'ysalaring. Futbolda ham 2 tayin bo'ladi, hozir 4 tayin bo'lib ketyapti. Siz shu 4 tayinda zaxirasini ushlab qolyapsiz, hali suv ichadigan paytlarini ham hisobga va akalar savdoni shunday qilib olaverasizlar. 1 so'm so'rasangiz ham haqqingiz bor. Kelib ko'rib ustida hamma joyini ipida iynasigacha tekshirib olishga haqqingiz bor. Chunki keyin shvedda qolgan mollardan ajralib turadigan bitta xislati bor. Sog'inda. Topingchi nima u? Qolgan mollarga o'xshamaydi, sog'inda bitta xislati bor. O'zingiz aytib ketavering. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Andijon viloyati Baliqchi tumani aylana deymiz, Kurukni yonida Sharifjon qadrdonimizdan 3-4 partiya mollar bor. Shuni qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotni olib beramiz. Bo'g'ozlar, ona bola sigirlar, buzoqchalar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, to'liq ma'lumotni tanishtirib o'tamiz. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin bittadan like bosib, kommentariyaga oxirida fikrlaringizni yozib qoldirasiz. Bugun 2-avgust, haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Sharoit mollarga ideal holatda qilingan. Bu mollarni Shveysariyadan keldimi deb o'ylashingiz mumkin, lekin O'zbekistonda Baliqchida. Qani, bismillah deb videoni boshladik. Akalar, mana bu yerda buzoqchalar ham turibdi. Shunaqangi zo'r tayyor bittasini olib 5 ta buzoqcha qo'shaveraman degan akalar bormi? Shular uchun Sharifjon, qadrdon, Assalomu alaykum. Rahmatjon aka, kelib oldingizmi? Tuzimsiz? Bardan baqvat. Tinchmisiz? Bo'lyapsiz? Nima gaplar? Bugun nechta mol chiqaramiz? 15 ta 16 ta mol chiqaramiz, 3 partiya. Gap yo'q. Buzoqchalarimiz bor. Molni sifati, sorti sizni qiziqtirsa, bog'lanib olasiz. Qizig'i kutmaydi bu mollar, yaqin. Sut yo'nalishida bitta shvedni ko'rdim, akalar, mana bu qora. Qaytarib yuboring. Shikolat svet. Ko'rib odam narxini eshitmasdan menga ham shundaqasidan nasib qilsin deb o'ylaysiz. Narxini men eshitganim yo'q, mana qarang. Molni qarang. Gap yo'q. Xo'p, nechta sigir chiqdi birinchi partiyasiga? 8 ta. Ha? 8 ta. 8 bosh. 2 ta shved, 2 ta Golstein Fries, 4 ta semental. Yo, 3 ta semental, bitta Golstein. Bitta Golstein, o'rtasi gibrid. 3 ta semental, to'g'rimi? Ha, 3 ta semental. Bittasi Montbéliard. Ha, bu bittasi ma'muli. Ha, qizil o, orqadagisi fransuzskiy. Rahmatjon aka 2 ta 7 oyligi bor, qolgani yaqin, idish yelini to'ldirib yotibdi. Shu 2 ta 7 oyligi qaysilar? Buni Golsteinimiz 7 oylik. Qizil bu ham 7 oyda o'tdimi? Qora. Yo, bu yetilib qoldi, yelini to'ldirib qoldi. Buni katta Golstein Fries. Mana shu 7 oylik. Ha, keyin. Shu uni yonidagi. Ha, u ham 8 oylik. Bu 8 oylik. Monosi ham mana shu endi yelim boshladi. Qolgani 10 kun, 15 kun bir haftada tug'adiganlari ham bor. Shodiyonasini kutib turibdi. Shunda uyingizga boradi, to'yda qilaverasiz. Novvoscha tug'sa ham, unajin tug'sa ham. Endi sizga bo'ladi-da mol shu. Xo'p. Bularni tug'ishi qanaqa? Nechinchi tug'ishga? Monosi 3-qorin. Mana orqasi qarab. Ha, orqaga qarab turgan. O shved 3-qorin. Qolgani hammasi 2-qorin. 2-qorin. Tishlari 4 ta 6 ta. 4 ta 6 ta shunaqa. Gap yo'q. Bularni qoniga, sog'ligiga, Xudo xolasa hamma yo'g'ini tekshirib, xudo xolasa mollar bugun erta kelgan mollar emas, anchadan beri turibdi. Sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tgan, yeb ichishlari hamma yo'g'i yo'q, zo'r. Mana shu ham yetilib qoldi, Rahmatjon aka. Mollar bitta ko'rsatib, endi narxini aytib ketaveramiz. Xo'p, Montbéliard, xudo xolasa 10-15 kunlik qolibdi, tug'adi. Qancha sut berganini bilasizmi do'stlar? 25 taga olaversin. Biz ham endi sog'ib ko'rmaganmiz. Fermadan olingan 25 tadan plusda endi to'g'ri. Mana shu mollar agar 25 ta endi gupirtirib aytmaylik, 25 ta sut bersa uyat bo'ladi-da. Gavdasiga deydi. Xo'p, narx o'ynab yengil aytib ketaveramiz. Bo'ybaslari 1.45 atrofida keladigan fransuzskiy Montbéliard haqiqiy sutni chempioni. Mana o'tni ko'ryapsiz. Yerda jincha chiqqan o'tni ham yo'q. Ishtahasi zo'r degani. Zo'r, xudo xolasa 69 milliongacha kelishtirib beramiz. Kelishtirib ayting. Kelishtirib bo'ladiganini ayting. Bizda 68 million kelishtirib beramiz. O'tirmasdan nech bo'lar ekan deb. 68. Yaqin Rahmatjon aka. Molni men tuyoqlarni bozor narxida Rahmatjon aka unaqa baland emas puli. Akalar, molni mana shunaqa mollarga solishtiraverasizlar.
68 mana. Chiroyli mol ekan. Yetuk. Ammo sutni haqiqiy beradi mana shu mollar. Quvasoyli akalarimiz bor edi. Marg'ilonlik akalarimiz, akalar sizlarga tavsiya qilib qo'yamiz mana. Juda chiroyli. Xo'p, qaysini birini agar so'rg'icha ishlamaydigan, bittasidan sut chiqmaydigan mol Bo'lsa aytib aytamiz, u ketamiz. unaqa yolg'on gap yo'q. Hammasi to'rala tutagi zo'r. Bu- Oyog'i ham hamma yo'g'i zo'r. Bu ikkinchi qoringa yetilib turibdi. Bu ham ikkinchi qoringa yetilib turibdi. Mashalloh, mana qarang. Idishda ham vanna yelin, xudo xolasa suti beradi. Yosh eng Apparatda qizig'i mollar. Ya qo'ldan 6 kurak, ya 4 kurak, yosh mollar. Aha, bahosini nech pul aytamiz? 150-55 atrofida katta mol akalar. Katta mol. Buni nech pul aytasiz? Buni ham 68 cha kelishtirib beramiz. Rahmatjon aka. 68 savdosi bor. O'zingiz xolis ayting, mollar qimmat emas, arzon. 68. Endi bundayda qimmat deb bu molning narxi o'zi 64 millionlik mol bo'lsa, siz 68 million aytsangiz qimmat bo'ladi. To'g'ri. Sharifjon, bu molning narxi o'zi 68 bo'lsa, siz 68 desangiz o'zi narxi bo'ladi. Qimmat deb boya aytgan 4-5 million qimmat etsangiz qimmat bo'ladi. Agar bu molning narxi 72 million bo'lib siz 68 desangiz arzon bo'ladi. Endi haligi katta summadagi molni aytsa, "Yuh, qimmat ekan" deyish kerak emas-da. Molni narxi baribir Yevropadan kelsa ham 3950 euro 500 kilolik mol. Bu yanvar 750 kilolik yani. Ha, Buni gibrid hisobga kelgan, olish ozib ketadigan unaqa sort emas. Frizda friz. Ha, katta mol. Go'sht sutga Xudo moslashgan. xolasa sutni ham Ko'kar. endi sog'ib ko'rmaganmiz, 30 tadan kam bermasa kerak. Ha, o'zi aytib turibdi. Mol tushungan odamlar. Hali soladi, endi yelini to'ldiryapti. Hali yelini osilib ketgan, qarib ketgan mol emas, yosh. Uni shved rossiyskiy shved ekan. Akalar, Quloq Shvedimiz birkasida Rossiya birkasi turibdi. bu ham yelini to'ldirib qoldi. Yangi Janglarni ham ma'lumotlar qarab. eshitdingizmi? Endi mollarga ham pasport olamiz ekan 7-avgustdan. Endi Bunga har bittasiga ot qo'yib aytasiz, tushundingizmi? Keyingi safar bu shvedning nomi Ha. Tornado. falonchon. Ha, buni yoshi shunaqa. Hech kimni endi aldalmaysiz. Xo'p, ikkinchi O'zimizni qorin bu aldaymiz. 3mi? Bu ikkinchi qorin, 6 kurak. Ana olti shoxlardan ham ko'rdingiz, bitta tuqqan mol. Chiroyli mol ekan. Shoxida, Endi yelini to'ldirishni boshladi. ha, aytgandek shoxida kalsiy tushmagan mana hali mol tushunadigan akalar ko'rsa, mana shoxlari ideal holatda turibdi. Buni narxi nech pul? Bosib oladigan qilib ayting-da. Buni Rahmatjon aka 66 million bo'lsa beraman, 65 million savdosi bo'lib turibdi. 66. Xudo xolasa puliga arziydi. Arziydi. Gap yo'q. Molni zo'ri. So'rg'ishlari ham joyida. So'rg'ishlari ham zo'r, mana buni nimalari ham hali yo'qotadi terisi. Keyin shvedda qolgan mollardan ajralib turadigan bitta xislati bor. Sog'inda. Topingchi nima u? Qolgan mollarga o'xshamaydi, sog'inda bitta xislati bor. O'zingiz aytib ketavering. Yuvashligida. Yo'q. Voy. Hammasi ham yuvosh bular. Yaxshi ham Yuvosh. hali arifmetikadan savol bermadim, ha? Cho'q. Yuvosh. Eng yuvosh mol paroda shved bo'ladi. To'g'ri. Juda yuvosh bo'ladi. O qizil go'lishtdan o'tamiz. 3-qorin dedingiz-a buni? Ha. Qizil Ukrainka. go'lisht. Ukrainka deysizmi endi mana. Ukrainka. Nech pul bu? Bu ham yetilib turibdi. Bu ham yetilib Orqasidan ham turibdi. ko'rsatib qo'yamiz. Katta mol, irik. Go'lishtlar bitta narsasi bor. Ko'sh qaytarmaydi. Ko'rgansizmi? O'zini ochib Lekin yeb ichishi hamma yo'g'i zo'r. Oma, Pardoz qilib, yaltiratib bunaqa qilganimiz yo'q, to'g'ri gap. Shunday zagondan ko'rib turibsiz. Yetalab olib chiqib ko'rsatib Mollar- qo'yapmiz. mollar vazni ham katta ekan akalar. Katta mollar. Saralab olingan mollar-da, Rahmatjon aka. Sifatga urg'u qaratilgan. Mana shuni e'tiborga Orqalarini ham olsangiz qarang. bo'ladi. Bu so'rg'ishlarga qarang. Hali razmerida deydi-yu, shunaqa. Cho'chkalarni ham ko'rsatib qo'ying. Rahmatjon aka rosa chertib olingan mollar. Buni nech pul aytamiz? Sharifjon? Molni tushungan odamga ko'p maqtash kerak yo'q. Familiyasi mol deydi. 66 millioncha kelishtirib beraman. Buni 66. Xo'sh, mana qora shvedni juda yoqib turibdi. Men oxirida ko'rsataman o'zimga. Xo'p, mana bu olaga keldik navbat. Yurakchasi bor. Bu ham 8 oyga borib qoldi, 7 oyda o'tib qoldi. 7 oy 8 oy. 7 oy pilusga beraverasiz, ha? Virusga beraveraman. Bola katta tegib turibdi. Juda chiroyli. Juda katta mol. Ikkinchi qorin. Vazni ham bemalol Oyoqlarni 750 ham hamma yo'g'ini 8 ko'rsat. kilolarni Ha. qoralaydigan chiroyli mol.
Ana tuyoqlar. Hech qayerda defekti yo'q. Holati. Rahmatjon aka. Kim olsa xudo xolasa mazaq sog'ib ichaveradi. Mana shular bitta shu sog'imda masalan 305 kunda ichida 9 tonna sut ko'rdim demaydi-da. 9 tonnani oltidan ko'paytirsangiz 54 million pul ishlaydi degani. Buning narxi nechi bilan? Buni 65 millioncha kelishdi. 65. Buzoqchani solsa 1 yilda qutulib yovib ketaveradi. To'g'rimi? Qo'yda ham Xudo qoladi. xolasa zo'r baraka topadi. Mana, akalar. Eng qiziqarlisi molni hech qaysi molda defekti yo'q umuman. Hop, navbatdagi mana bu qizil molimizga narx aytmadik, ha? Buni- Semental 8 oylik. Buni shu 7 oydan o'tdi dedingiz. Ammo mol juda. Bu ham yelin boshladi, 8 oyda Idishlari bemalol zo'r ekan. borgan. Yelin boshlagan o'zi ko'rinib turibdi-yu. Qarang. So'rg'ishlari 4tasi 4 joyda juda kelishgan. Eng asosiysi bori buni. Bo'yi ixchamagan. Haligi katta bo'lgan, molga borib teyda paqir ko'targan Yapaloq qo'rqiydigan mol. firkak Ha. odamlar bo'lsa, moldan qo'rqiydigan mana shu odamlarga tavsiya qilaveramiz. Bir xil mollarni mana bu katta mollar oldiga, masalan, uncha-muncha odam yangi sog'aydigan odam cho'chiydi-da. Mana bular bemalol. Tepsa ham uncha-muncha o'tib ketaveradi-da. Nima dedingiz? Ha? Tepmasa ham kerak, yuvoshi. Qilt etmaydi. Bu Rossiya ekana. Quloq birkasi Rossiya. Ammo juda sifati zo'r ekan. Polvonligini qarang. Nech pul? 66 cha kelishtirib beramiz. 66 million kami bor. Kami Bularni bor. buqasi tayinmi, tayinmasmi? Semental hammasini. Bitta fermadan olingan. Bitta fermadan Ha? chiqqan. Bitta joydan chiqqan. Hop, endi mana bu qizil iz qoldi. Mana bu qizil iz qoldi. Bu yelin boshladi. Bu 3-chi qorin. Mana bu 3-chi qorin, ha? Mana, chiroyli. Ajoyib so'rashlarni ko'rsatib qo'y. Mana. Sutdan chiqarish zo'r Katta bo'ldi. mol. Keyin bitta narsaga e'tibor qaratinglar, mollar hammasi Stakan shibenda Ha. yuribdi. Jicha oqsashi mumkin. Bitta odamni ko'rganman, u faqat shibenda chiqarardi. Endi yumshoq yerdan chiqib qolyapti, lekin oqsaga yo'q mollar. Endi tosh botsa, baribir Bizning kanalimizda chiqadi. Olimjon degan bola bor. Yangi hayotda. Ha. O'sha aka meni ko'ring, shag'alda yurgizib ko'rsatyapman deyadi. Siznikida ham deyarli shunaqa joy ekanda. Bu ikkinchi qorin dedingizmi? 3-chi qorin. 3-chi qoringa. Xudo xolasa 7 oyda, 8-oyda o'rtasida. Yelin ketyapti. boshladi, o qizarib qoldi Aha. yelinlar. Nech pul endi buni bosib oladigan joy? 66 millioncha kelishtirib beramiz. 66. Shunaqa Ikkita, 1 million, uchta- yarim million ag'ib-ag'ibda mollar pashti bir xil. 2ta, 3ta, 4ta olsa bir 4 million, 3 million atrofida tushib bera olasizmi? 4tadanmi? 4ta, 5ta olsa, 4ta 5ta olsa kelishtirib beramiz. Lekin unaqa baland aytmayapman, Rahmatjon aka. o'zi yo ko'rib mollaringiz o'zi sifati ham tushungan odamga, ana mana bu mol endi boshqacha ekan-a. Kichkina bo'lib bora sutni, qaymoqni yorib yuboradigan kerakmi? Mana. Turishi, orqada turishi ham molni bir dunyo. Sog'ib ko'rmaganmiz 40 taga deb bergan Rahmatjon aka shuni. Barakasini 35 ta bersin ana. Endi bilmayman, men lekin garantiya bermayman, sog'ib ko'rmaganman. Hadi buni maqtab Idishda ham sopdi-da, uni qarang. So'ralar yelini butun. Hech qanaqa defekti yo'q. Keyin ko'pchilik shved ko'p sut bermaydi deydi. Shvedda ham yo'nalishi bor-da. Ha, ular beradi. Beradigan yo'nalishi bor. Keyin hali bola katta qiladigan Qirg'izistonda shvedlari bor hali. 3 litr, 5 litr, 8 litr sut beradigan. Ular hamcha 8 litr bermaydi, 10 litr atrofida sut beradi. Bular haqiqiy german shved. Moli bular. Men o'tgan yili bitta mana shunaqa mol olgan edim. 61 millionga olgan edim. O'tgan yili. Ha. O'sha 40 ta sut berardi. Elmurod hoji bor, shu Ha, ha, bo'ldi. shundan olgan edim. Lekin yaxshi mol edi, baraka Hoji topdi. mana shu molga rosa qizib turibdi. Qiziqdimi? Ha, Elmurod hoji ko'rsa o'zi bunday qilib aytganda oshiq bo'lib qoladi dedi. Bizdan Nech ko'p pul mol. endi bu? Bosib oladigan joy. Buni 69 million jinda kelishtirib beraman. Men kelganda nech pul aytdim? Xolis aytingchi. 66 millionga. Mana shu molni 66 ga soting dedim. Men narxini eshitganim yo'q. 66 millionlik mol ekan mana shu desam siz 70 tepasida qo'ying dedingizki, men aytdim yo'q, buni o'zi asl bahosi 66. Hozir 3 million qimmat aytyapti. Do'stim. Yo, jo'junga qimmat aytmayapti. Ya endi mana shu molga qimmat aytyapti. Bugun erta tug'atdi mol. Ya mayli tug'sin, xudo xolasa olgan odam ham maza qilsin. Kelishtirib beraman. Mana shuni 66 qiling. Birinchi olgan odam maza qilsin. 68 bersin.
Hay, ba'zi zaxira ushlab qolyapsiz. Endi ba'zi so'raydi. Oldin futbolda ham 2 tayin bo'ladi, hozir 4 tayin bo'lib ketyapti. Siz shu 4 tayinda zaxirasini ushlab qolyapsiz, hali suv ichadigan paytlarini ham hisobga va akalar savdoni shunday qilib olasizlar. 1 so'm so'rasangiz ham haqqingiz bor. Kelib ko'rib ustida hamma joyini ipida ignasigacha tekshirib olishga haqqingiz bor. Chunki kichkina mol olmayapsiz. 60 millionlik mol kichkina mol bas. Lekin 35 millionga g'unajin olgandan buni olgan yaxshi. Ha. Mana 66 million pastda bolasi tushsa 15 million hech yo'q mashinalarini 20 ga sotsa kerak. To'g'rimi? Bemalol bu enasini ko'rib 20 millionga bemalol oladi. G'unajini bo'lsa ham shuni ko'rgan odam menga 20 ga o'taversin deydi. Endi 20 ni ayirib tashlang 46 millionga yakka mana shunaqa sog'im mol beradimi? Suti bor. Buni ham hisobga 20 oling. millionga bo'lmasa kerak. Yakka sog'im Shunday qirqtasi deb- berib tursa. Endi hali mol olayotganda hamma tarafini hisobga olish kerak-da. Ko'pchilik aytadi, aka men molimni baholab bering Maqsad deydi. sotish Rahmatjon aka. Hmm, O'shanga qulay qilib qo'yyapmiz, to'g'ri gap. Narxlar yengil akalar. Narxlar yengil. Solishtirasizlar, savdolashib olaverasizlar. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab imkoniyat bor, lekin Bor. dastlabkasi vodiy bo'ylab ichida. Dastlabki Mana shu vodiy aytilgan bo'ylab narx ichida. Aytilgan narx ichida. Lekin O'zbekistonni xohlagan tochkasiga kelishib Kelishlik olib bilan. borib beraveramiz. 3 ta, Mashinalar 4 bor, ta, muammo emas. 8 ta qaysi biriga narx aytilmay qolib ketdi. Hammasiga aytdik. Hammasiga aytdik. Endi buni polvonlar yordamga kelganmi yo tomoshaga kelganmi? Bu polvonlar. Ha, bu polvonlar Yordam berganmi? mashina. Bitta aylantirsinchi hammasini. Shunday kuruq qilib aylantirsin, kurukda turibmiz akani. To'g'rimi? Ha. Anjonni kurugida turibmiz akan. Anjonni guruhida bir guruh. O'zbekda gapni qarang. Kuruk desa esda oladi, aylanay o'zbekchasiga, to'g'rimi? Aylanada turibmiz. Cho'q. Bitta aylantiringlarchi. Hammasiga bitta narx aytingchi. Rasmlarimiz zo'r sut beradi. Sharibjon. Hammasi bitta Hamma- fermer tog'am bosib yuborsin. Ayting. 66 milliondan bo'lsa bir joyga Yo, beradi. bir joyga bitta shok qilib ayting. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman 60. 6 million. Yo, 60. O'zi unaqa katta farqi yo'qdi. 67, Va 66. 64 dan bosaveraverasin. Yo, 64 dan. Ha, qisqarib chiqmadi. 64 dan ketdi. Kelishamiz. 65 qilib beraman oxirgi narxi. Ha, shu o'zi mo'ljallingizni sezdirib turibsiz-ku. Endi ichingizdan Bir joyga Sug'urib desa ololmayapman. 65 million qilib beraman. 65 dan Lekin kim akalar olsa baraka topadi. hisob Birorta qiling. ichida birorta kichkinarog'i ham yo'q, yelini chatag'i, oyog'i chatag'i yo'q mollar. Molni eng kichkina vazni 680 kg bo'lishi mumkin. Mana shu qizili. Keyin mana bu shved sal yengilroq kelishi mumkin toshga. Lekin buni mollar 750 kg. Buni shved ham chakanaklar kelmas Ha, ekan. katta mol. Qarang, eshit qarang. Shekachicha haja to'kilib qolgan ekan silos. Shuni ham Och qolib ketganga o'xshaydi, qarang. Qonini qarang bular. Cho. zo'r. Bo'ldi, kirgizdiramiz. Buzoqchalarni. Yo'q, hozir uydan chiqqan Rahmatjon aka. 3 ta. Tushdi. Bo'g'oz. Ha, bunisi Birinchi 2,5 qoring. oylik. G'unajin bari. Bunisi 2,5 oylik, ha, xunajin. Buni parodasini nima? Bu sementalga Eston gibrid. Gibrid. Ha. 2,5 oylik. Mana buqasi shumi 2,5 yo boshqami? Yo'q, boshqa buqa. Aha. Gap semental. Oslanni ko'rsatib qo'yaychi. Holati zo'r, a? Holati zo'r, yeb ichishi hamma yo'g'i zo'r. Qonigacha toza mollarni. Hop. Hamma joyini tekshirib olasiz. Bo'ylab Ha. bir 35 atrofida, 40 Shunaqa. ga yaqin kelib qolsa kerak. Necha pul puli buni? 37 millioncha kami bor. Bu 37. Hop. Bunisi qanaqa paroda? Bu ham gibrid. Bu nechinchi qorin u? Bu ham birinchi qorin xunajin. Unajimmi? Necha oylik? Bu 3 oylik. Bu 3 oylik. Garantiya o'zidan chiqqan. Aha. Fakt. O'zidan chiqqan. Ha, aniq. Bahosi Kelishtirib 33 millioncha kelishtirib beramiz. 33. Hop. Qochma moldi pulida Rahmatjon aka. Bu rossiyskiy. Ha, u rossiyskiy. Arqa boshlari kelgan. 3 oylik garantiya. So'rg'ishlari to'rt joyda, shalqalari ham juda chiroyli. Xudo xolasa yaxshi sigir bo'ladi. Sigirga yolchiydi olgan odam. Unajinga mana unajin endi tug'sa sigir bo'ladi, yolchib qoladi. Nechi pul aytasiz endi? Xolis aytsangiz necha pul desa bo'ladi? 32 ayting, maza qilsin. Qancha? 33 yarimcha kelishtirib beraman. Aytyapman, baribir. Baribir so'raydi deb aytasizda. Endi so'raydi-da. To'g'ri, so'ray. Va sementalchi.
Buqa. Simental Yoshi qanaqa? 13 oylik shunaqa, 13-14 oylik bo'lib qoldi. Sakrash zo'rmi? Sakrashi zo'r. Tuyoqlari sog'lom. Hamma yo'g'i sog'lom. Immunitet kuchlimi? Zo'r, hamma yo'g'i zo'r. Yo borib olib turaveradimi qarab. Yo, zo'r. Zo'rmi? Haqiqiy zot bor bu. Pulichi? Puli Yuvosh ekan, a? yuvosh. 49 kelishtirib beramiz. 49. Reslari ham 600 kilodan kam emas, Rahmatjon aka. Kilosi ham zo'r ekan. Mol zo'r, orqa keti zo'r. Hop. Nariga ikkalasi ham sotiladimi? U ham sotiladi. Ularni ham ko'rsatib qo'ying. Bular hammasi tekshirilgan akalar, ha? Tekshirilgan o'zidan chiqqan. Bu. Behijolat, tekshirib ham bo'laveradi yana. Bular gibrid ikkalasi ham. Shved unisi limuzinga nimadir gibrid ekan. Ha. Bittasi shvedka simental gibrid. Mo'g'ay. Limuzinga chicha yetmay qolgan ekanda. Shunaqa. Ama yaxshi zo'r, original narsalar. Hop, bo'ylari 1.5 bemalol chiqaversa Ha, kerak. chiqadi bemalol. 1.10 Yosh oyligi Yosh oyligi o'sha 4 oylik atrofida, 4-5 oylik. ash sifat ekan mana lekin. Ikkalasi ham so'skalari ham katta-katta. O'tib ko'rsatib qo'ying, Rahmatjon aka, mayda oching. Ko'rdim, mana ko'rsatyapman. Funksiyasini sal kattartirib ko'rsatib qo'yapman, boryapman. Ha, nech pul? Jupicha aytaylik ham bittada aytaylik. Bitta aytavering. Mana bu boshqacha ekan. 21 cha kelishtirib beramiz. Bu jersey emasmi? Yo, jersey emas. Fason jerseyga o'xshaydi ekan, lekin jerseylar bundaqa katta bo'lmaydi-yu. Biz ham olganmiz to'g'risi. Buni shvedga, Bunisi shvedkasi rossiyskiga chachishganmi, shunaqa ekan. Bu nech pul? Buni 20 million 500 mingcha kelishtirib beramiz. Mana o'sha? Ha. Bunisini tushing. Ikkovi bir joyga olaman deganga 20 milliondan kami yo'q. Yo, mana o'sini necha tushing? Yo, 20 milliongacha fikroq. 20 millioncha kelishtirib beraman. Mana o'si zo'r ekan lekin. Kindiklar haqiqat. Kutgan hezga. Bekalarning ham so'skalari zo'r. 20 million kami bor, Rahmatjon aka o'sha gibrid. Uzoqchalarda joyda olamiz, a? Nardashida. Qo'raylarmi? Aha, shu yerda chiqaraveramiz. Ha, shu yerda chiqar. Bular bezovta qilmaylik. O'tirg'iz ber. Chiroyli bo'y, ochini qarang. Xo'p, akalar, buzoqcha qidirib yurganlarga 100 ga 100 dedi, 100 ga 100 lar. Tumshug'ida dog'i ham yo'q, Rahmatjon aka. Ichga etdi, pichga etdi, hech narsa yo'q. Sog'lom. 6 ta bittasi sotildi hozir, a? Bittasi sotildi. Mana bu akam oldi. Qanchaga oldingiz? Qancha? 20 ga. Chicha o'tib berdimi yo chicha qo'shib oldingizmi? 21 200 ming so'm ekan. Ha, 20 ga 800. Ishqib 200 kam 200 ko'p kam. bo'ldi-da. Eshitib turdim savdolarni. 20 million 800 ga baraka bo'ldi. Qaysini oldingiz? Qaysi edi? Mana va? Oxiri ikkisi bor edi. Yo'q. O'rtasida ikkisi bor edi. Quloq. Ha, mana. 02994. 02 994. Mana shu akam oldi. Bular hammasi buqachami? Hammasi buqa. Hammasi buqacha. Bir hafta 10 kunlik. Shunaqa. Shunday sigirga qo'shsa bo'laveradi. Mana tilni chiqarib turgan ham bor, bir tilnib ketadi. Birpasda. O'zaklari zo'r, hammasi ham. Bular nech puldan endi? Narx. Turuvdi. Bir joyga bo'lsa 21 million 500 ming so'mdan ozgina kelishtirib beramiz. 21 dan deb qo'yaylik. 21 Aka bergan narxda bering. 21. Baribir so'rab oladi-da Rahmatjon aka. Bo'ldi, akaga aytgan 21 dan ayting. 21 dan olib ketib olaversin. Shu yerda. Ha. Dastlabki Omma kami yo'q. Dastlabki qilib bersak kelishamiz. Dastlabki kelishadi. Bu. Xo'p, hammasi bir xil. Bunisi zo'r ekan, unisi bundaqa degan narsa yo'q. O'zi hammasi pachka bular. Qarang. Bir xilda buzoqlar, sog'lom. Mana shu ayaq zo'r. Endi baribir zo'ridan zo'r chiqaveradi-yu. Ha. Mana qarang, turuvdi. Quloq raqamlarini aytib ketamiz. 02996 sotilgani yo'q. Mana sotildi. 02994. Bu quloq yo'q. O'zi qizil u ajrab turadi. Qizil alohida aytasiz, zakaz qilasiz. Hop, keyingisi 02985. Bu Montbeliard ekan. Qiziqqanlarga. Bunisi 02989. Bu ham Montbeliard ekan. Bunisi avstriyskiy 02995.
Hop. Bitta, ikkita, uchta. 4 ta mobilyar, bitta, ikkita avstriyskiy ekanda, ha? Yalan. Mana. Pachka. Bir joyga 21 dan bo'ldimi? 21 dan, ha. Hop. Telefonla ayting. Telefon 94lik Mhm. 031 0117. Endi ko'pchilik mobilyar desa, semental pas ekan, sort pas ekan. Biz mobilyar ham zo'r, avstriyskiy. Suti ko'prog'i, tasmentaldi. Faqat u sutga sal ixtisoslashgan varianti. Mana shu tarafini e'tiborga olib qo'ysalaring, sutga ishlaydigan akalar uchun bu yutuq plus yutuq tarafi. Hop, manzilimiz Andijon viloyati Baliqchi tumani, Kuruk, o'zbekchasiga aylanadi. To'g'rimi? Kelaverasizlar. Like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi mollarni olaman deganlar bog'lanib lokatsiyalar olib kelaverasizlar. Salomat bo'ling.